Mashina orqasida mana shunaqa yozuvlar nima anglatishini bilasizmi? Qosh o'tirib beraman. TSI turbanadov va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega dvigatel. FSI qatlamli bosqichma-bosqich yoqilg'i purkash tizimi. T harfi turbanadov. Bukva I yoqilg'i purkash tizimi. TDI turbanadovli dizel dvigatel to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash bilan. GDI benzinni to'g'ridan-to'g'ri purkalaydigan dvigatel. CGI kompressor va to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash tizimiga ega dvigatel. EcoBoost Ford kompaniyasining turbinali to'g'ridan-to'g'ri yoqilg'i purkash ega dvigatel. Gibrid ichki yonuv dvigateli va elektromotor birgalikda ishlaydi. PHEV zaryadlab yuriladigan gibrid avtomobil. VTEC klapanlarning ochilishi va yopilishi vaqtini hamda balandligini boshqaruvchi elektron tizim. TORVD to'liq privod. AVD doimiy to'liq yuritma. Quattro Audi avtomobillaridagi to'liq yuritma tizimi. X-Drive BMW kompaniyasining to'liq yuritma tizimi. FonMotion Volkswagen konserniga tegishli to'liq yuritma tizimi. Firmatic Mercedes avtomobillarining to'liq yuritma tizimi. L uzaytirilgan g'ildirak bazasi. GT Gran Turismo qulaylik va sport xarakterini bildiradigan avtomobil turi. Foydali videolarni o'tsa olmaslik uchun kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.